Keyingi sotiladigan xonadonimiz Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Sarka mahallasi, Sarka ko'chasida joylashgan bo'lib, bu Chernevka trassasi, Chernevka postidan kirib kelaverish bo'ladi. Yo tarafimiz Sarka mahallaga qarab chiqib ketaverish bo'ladi. Sarka balig'i bo'lar ekan bu yerda orientir. Mana shu xonadonimiz 2,5 sotikli, 4 ta xona, oshxonasi alohida, tualet, vannalari alohida razdelniy bo'lgan xonadonimiz sotilyapti. Puli ham yengil ekan, srochno sotiladigan deyishyapti egalari. Ketdik, ichkarini ko'rsatib chiqamiz. Mana bu yerda joylashgan 4 ta xonali uyimiz bo'ladi. Hozir bu yoqqa kiramiz. 4 ta xonaligi. O'rtada katta koridor, prixo'jiy bo'lyapti. Mashinadan xonalarga bo'linib kirib ketilar ekan. Demak, chap tarafimizda birinchisi oshxona bo'ladi. Bu yerda kuxonniy mebellari qolar ekan, gaz plitalari bor ekan, konditsioner, yana boshqa narsalar. Endi bular ko'chishmoqchi, gaplashamiz. Agar anaqa qilsa qoldirib keturamiz deyishyapti. Narxlariga kelishsak deyishyapti. Bu tarafda to'g'rida bitta xona, chap tarafda yana bitta xona, o'ng tarafda yana bitta xona bo'lar ekan. O'ng tarafda birinchi xonamiz spalni. Bu yerda yana bitta xonamiz detskiy. Detskiy xona. Bu yerda yana bitta xona. Bu bitta xonamiz bor ekan. Bu yerda mehmon kutadigan joy qilingan ekan. Tashqariga qaytib chiqiladi bu yerdan keyin. Tashqarida ozgina joy bor ekin ekishga. Tashqarida birinchisi demak hammom bo'ti, dushoya qilib qo'yilgan, aristollar qo'yilgan, sharoitli qilingan. Keyingisi hojatxona razdelni. Ana shu joy. Bu binoni orqasida ham yana joyligi bor. U yerda kakkaladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Egalarining telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Kanalimizga a'zo bo'linglar, sog' bo'linglar, like, podpiska ham bosing.